Salam dostlar, darsxonamga xush keldingiz. Bugun biz yangi bir qadam harakatini, ya'ni siljib menish qadamini o'rganamiz. Bu harakatni udarga tushirib mashq qilib olgandan keyin, ondan biz hozir qadar o'rganib kelayotgan qadam harakatlardan taq qadam, jup qadam, taq jup qadam va shundaqla bugun o'rganmoqchi bo'lgan siljib menish qadami birlashtirilgan dap usul mashq qilib boramiz. Oxirida men huzuringizga biz hozir qadar o'rganib kelgan harakatlarni birlashtirib ishlagan oddiy shakldagi bir muzikalik usulni sunmoqchi. Yoqtirib o'rganishinglarni umid qilaman. Bu qadam harakati asta yoki tez suratda ijro qilinadigan qadam harakatidir. Bu qadam harakatida o'ng yoki so'l putni oldi terak shakliga kelib siljib mangamiz. Buning talabi bir put oldi terak shakliga kelib, put barmoqning uchi bilan yerga yengil qo'yildi. Hem şu aldığa çıkan put ulapla yerge bütün alqan bilen desep aldığa qadam taşlaydı. Onun dinkin ikinci put orundaydı. Hem şu halatda tekrarlandı. Bu qadam hareketini mu aldığa, arqaga hem aylanıp durup qilishqimi buldu. Agar bu qadam harakatini aylanib turib qilmoqchi bo'lsak, biz oldingi soatlik darslarda tilga ilib o'tgan 4 taraf 8 blokni asos qilib turib aylanamiz. Bu qadam harakatini udarga tushirganda, kuchlik udarda put oldi terak shakliga chiqadi, yumshoq udarda siljib qadam tashlaydi. Men sizga siljib menish qadamiga mos keladigan qo'l harakatini ko'rsatib o'tay. Ikki qo'lni ostidan gul shaklida o'tishtirib, baran qo'l pozitsiyasiga chiqiramiz. Ondan qanot qo'lga kelamiz. Bu harakatni qadam harakati bilan birlashtirganda cho'qim, gavda, bosh teng moslashishi kerak. Bu qadam harakatini tez suratda qilishqimi bo'ladi. Dap usul mashqini qilishdan burun biz o'rganib o'tgan taq qadam, jup qadam, taq jup qadam harakatlarini qaytadan bir takrorlab o'taylik.
Mən bugünkü dərslikə biz Uyğurlar yaxtırıb anlaydigan bir xalq naqşisiga oddiygina bir usul ishlab tayyorladim. Bu usul biz o'rgangan harakatlar bilan ishlangan bo'lib, ishniman siz cho'qim qila olasiz. Avval ko'krak salimi bilan boshlaymiz. Andın eteklarni ko'tarib, siljib oldiga qarab mangamiz. Qo'llar asta barang qo'l pozitsiyasiga chiqadi. Andın yan tirma qadamni kayniga olamiz. Qo'llar yarim qanot, yarim guldasta pozitsiyasida bo'ldi. Amdi mo'ka qadamda avval beg'ish silkish harakatini, andın ilmaq qo'l harakatini qilamiz. Jup qadam bilan oldiga qarab mangamiz. Qo'llar yarim barang, yarim guldasta, andın guldasta pozitsiyasiga keldi. Hamda ko'z tashlash, jilva qilishni beg'ish silkish harakati bilan birlashtiramiz. Taq jup qadam harakatini kayniga olamiz. Qo'llar yarim qanot, yarim barang pozitsiyasida bo'ldi. Hamda oldi qarab siljib mangamiz. Gavda o'ynashni unutmang. Yan tirma qadamda avval o'qiya qo'l, andın şah maraş hareketini qilamiz. Eng oxirida etak ko'tarib salom beramiz. Qiynalsa men bilan yana bir qitin mashq qiling. Ben bugün oğullarga iki xil qadam hareketini öğretmekçi. Bunun birisi siljip meniş, yana birisi ancha murakkab bo'lmagan tepib meniş qadami. Biz bu qadam hareketlerini ularga tushirib mashq qilib olgandan keyin, oxirida oddiy qilib ishlangan bir muzikalik usulni o'rganamiz. Bu qadam hareketi asta yoki tez suratda ijro qilinadigan qadam hareketidir. Bu qadam hareketida o'ng yoki so'l putni oldi terak shakliga kelib siljib mangamiz. Bunun talebi bir put oldi terak shakliga kelib, put barmoqning uchi bilan yerga yengil qo'yildi.
Hem şu aldığı çıkan put ulapla yerge bütün alqan bilen desep aldığa qadam taşlaydı. Onundan keyin ikkinchi put o'rindaydi. Hem şu holatda takrorlanadi. Bu qadam harakatini oldiga, orqaga ham aylanib turib qilishga bo'ldi. Agar bu qadam harakatini aylanib turib qilmoqchi bo'lsak, biz oldingi soatlik darslarda tilga ilib o'tgan 4 taraf 8 blokni asos qilib turib aylanamiz. Bu qadam harakatini udarga tushirganda, kuchlik udarda put oldi terak shakliga chiqadi, yumshoq udarda siljib qadam tashlaydi. Men bu qadam harakatini sizga qo'l harakati bilan birlashtirib, avval asta, ondan tez suratda udarga tushirib ko'rsatib beray. Bu harakat 4 qadamdan tarkib topgan bo'lib, birinchi qadamda yerni qattiq tepib, uningga ulapla badanni yuqori ko'tarib, keyindagi 3 qadamni olamiz. Mushu bo'yicha takrorlanadi. Bu qadam harakatini oldiga, orqaga ham aylanib turib qilishga bo'ldi. Endi biz taq qadam, jup qadam, taq jup qadam va siljib menish qadamini birlashtirib, dap usul mashq qilib boramiz.
Mən bugungi dərslikə biz Uyg'urlar yoqtirib anglaydigan bir xalq naqshisiga oddiygina bir usul ishlab tayyorladim. Bu usul biz o'rgangan harakatlar bilan ishlangan bo'lib, meningcha siz cho'qim qilalaysiz. Avval hurmat salimi bilan boshlaymiz. Andin taq qadam bilan oldiga yuramiz. Qo'llar ostidan qanot qo'l pozitsiyasiga, andin baran qo'l pozitsiyasiga chiqadi. Keyniga tepib menish qadamini jonliq olamiz. Boku qadam harakatini avval udulga, andin to'rt bulunga qarab ishlaymiz. Endi jup qadam bilan oldiga yuramiz. Qo'llar qanot qo'l va baran qo'l pozitsiyalariga chiqadi. Endi belni tutib turib, mo'ri etish harakatini ishlaymiz. Gavda, bosh ikki yonga teng o'ynaydi. Yan tirmi qadamni keyniga olamiz. Qo'llar o'qiya etish pozitsiyasiga keldi. Andin qarlig'ach qanot pozitsiyasiga kelamiz. Ham bu holatda yon terakda aylanamiz. Oldi qarab siljib mangimiz. Endi tepib menish qadamini keyniga olamiz. Eng oxirida hurmat salimi bilan tugatamiz. Qanamsa sizmi men bilan yana bir qatim mashq qiling. Bugungi dars mushya daxillashdi. Ko'ngil qo'yib o'rganganingizga ko'p rahmat. Amsa, kelar qatimliq darsda ko'rishaylik.